tipdagi odam bilan bir o'zini qochirish tipdagi ikki odamniki bu umrda birga kelib muhabbatlashib, nihoyat achchiq ham tatliq bir muhabbat hikoyasi hosil qilish bularniki peshonasiga pukilib ketgan taqdiri. Bu ikkisi boshda nihoyat tatliq shirin muhabbat bilan boshlab, oxirida bir-biriga nafratlanadigan, hatto bir-biriga qisos oladigan mushunda bir taqdir ssenariyosiniki ichiga kirib qoladi. Undaq bo'lsa bu ikkisi zodi qarshi taraf bilan bir yaxshi o'tib, tatliq, baxtlik bir muhabbat hikoyasi yezib chiqa oladi yo'qmi? Buning uchun bu ikkilisi cho'qim qarshi tarafningki muhabbat dunyosi bilan tanishish kerak, hamda o'zi bilan bo'lgan farqni hurmatlashi ham yaxshi tushuna olish kerak. Ya'ni bir tashvish tipdagi odam bilan o'zini qochirish tipdagi bu odam shu minglagan insonlarning orasida xuddi magnitdek tasqib bilan bir-birini jalb qilib, bir-biri bilan ulindi hamda nihoyat qiqas, nihoyat tatliq ham achchiq muhabbat hikoyasi boshlandi. Chunki bu ikkisining mijoz xarakteri bir-birini nihoyat yaxshi, nihoyat mukammal to'liqlaydi. Tashvish tipdagi odam ko'pincha qizlarda ko'proq ko'riladi. Bu qarshi tarafga intayin qizg'in, intayin bevosita o'zining hayotini nihoyat xo'shal yashayotgan, nihoyat bir baxtlik bir odam ko'rinadi. Xuybishing tipdagi odam ko'pincha o'g'illarda ko'proq bo'ladi. Bu qarshi tarafga nihoyat ig'ir besiq, nihoyat o'zini tutib olgan, beshiq kelayotgan ishlarni nihoyat salmoqlik bilan atrofliq bir taraf qilgandek ko'rinadi. Bu ikkisiniki bir-birini yaxshi ko'rib, nihoyat tatliq va achchiq bir muhabbat ssenariyosining ichiga kirishi peshonasiga pukilgan, kechib qutulolmaydigan taqdiri. Bu ikkisiniki muhabbat hikoyasi boshlangan birinchi mezgilda bir tashvish tipdagi qizga nisbatan qarshi taraf nihoyat ig'ir besiq, salmoq, o'zining ishlarini mustaqil bir taraf qila oladigan, haqiqiy pishib yetilgan bir erkakdek bu qiz bolani o'ziga mahliyo qilib oladi. O'zini qochirish tipdagi o'g'il bolami tashvish tipdagi qiz bolani hayotni nihoyat qizg'in so'ygan, sakrab taqlab, shundoq umoq, shundoq xo'shal, baxtli yashayotgan bir qizga meni faqat mushu qizlikim qorong'ulikdan yorug'likka olib chiqa oladi deb o'zining taqdirini bu qizga bog'laydi. Dastlabki mezgilda bu ikkisi intayin tatliq, shirin muhabbatlashadi. Chunki dastlabki hayajonda o'zini qochirish tipdagi o'g'il bolami unchalik passiv o'ringa tusha olmaydi. Hamda shu muhabbatning hayajonida bu qizni davomli izlab turdi. Bu qizmi bu muhabbatdan nihoyat huzurlandi. Bu o'g'il bolani bag'an siri qattiq yaxshi ko'rib qoladi. Lekin bunda qaynoq, qizg'in muhabbat quyuqlik darajasi o'zini qochirish tipdagi o'g'il bolaniki asli o'zi emas. U bunda qaynoq, quyuq, qizg'in muhabbatni saqlab qolish uchun o'zini davomli xo'rtib turishga, o'zining zehnini asli o'zi ko'ngan zehnidan necha 10 narsa ko'tarishga to'g'ri keladi. Shuning bilan bu o'g'il bola aridu, bara-bara bu qizni az izlaydigan, uchurlarni xeyli vaqtni o'tkazib, andin qaytiradigan, hatto qaytolmaydigan bo'lib qoladi. Lekin bir tashvish tipdagi qizga nisbatan elib aytganda, bu munosabatdagi quyuqlik, qizg'inlik darajasi u kutganidan texi ko'p so'g'ib qoladi. Chunashqa bu qiz butun kuchi bilan bu munosabatning temperaturasini suvib ketishiniki oldin oladi. Hamda suvib ketgan siri bu o'g'il bolani texim izlab, bu o'g'il bolaga teximi qaqshab, bu o'g'il bolaga teximi qaqshab, teximi besim tushirib, ishg'ollarga izlab berib, telefoniga kunda necha 10 qatim telefon qilib, necha 100 qatim uchur yozib yetadi. Lekin tashvish tipdagi bu qizningki bundaq tipirlab ketishi avi o'zini qochirish tipdagi o'g'il bolani texmi jiddiylashtirib yutadi, texmi ting'il qo'ymaydi, hamda bu qizining o'zidan o'zining qurbi yetmaydigan bir xil muhabbatni talab qilayotgandek, bu munosabatni izchil bundoq saqlab kelishga o'zining qurbi yetmaydigandek, shundoq passiv holatga tushib qoladi. Shuning bilan muhabbatningki ikkinchi mezgilga kirdi. Ya'ni bir-biriga bo'lgan mukammal ko'z qarashi o'zgarishga boshlaydi, o'zining muhabbatidan gumonlanishga boshlaydi. Vaqtning o'tishiga ergishib, tashvishli tipdagi bu qizningki mijozlik turaqsizlik, yolg'iz qolishdan, o'z yaxshi ko'radigan o'g'il boladan ayrilib qolishdan qo'rqadigan bu hissiyot bu qiz bolani tugashtirib yutadi. Bu qiz bolami yolg'ondan bo'lsa-mu, bu o'g'il bolani izlamay, sal aqsonlik qilib olay, men bu 2-3 kun yo'qab ketay deb chidab yo'qab ketishga tirishadi. Lekin izlamaslikda tashvish tipdagi odam mangu o'zini qochirish tipdagi odamni yengolmaydi. Chunki bu birisining tabiati, birisi butun qurbonlikni berib saqlab turadigan muhabbat oldi. Bu vaqt kelganda o'zini qochirayotgan o'g'il bolami bu qiz bolaniki shunchalik ko'ngil yerim bo'lib, shunchalik cho'lib ketganidan o'zini sal o'zgartirishga tirishadi. Tashvish tipdagi mush qizniki muhabbat talabi bo'yicha bir mezgil muhabbatlashib beqishni to'g'ri ko'rdi. Shuning bilan bularniki jiddiy munosabati sal illiqlikqa, azobdan tatliq baxtga qaytib kelgandek tuyuldi. Bu ikkisiniki muhabbatiniki 3-mezgili. Lekin o'zini qochirish tipdagi bu o'g'il bola bunda quyuq munosabatni uzun davomlashtirolmaydi.
u bundaq munosabatda xo'raydi, bir umr bu qizolga bundaq quyuq munosabatda bulanmasligidan ansirab, ham bundaq quyuq munosabatda charchab, yana o'zining asl holatiga qaytib qoladi. Tashvish tipdagi bu qiz bu fojianiki yana bir qatam takrorlangandan texmi chuvilib, bunkuy bo'lib, bu ikkisi bir-birini eng yaxshi ko'radigan muhabbatdan bir-biriga eng o'ch bo'lgan nafrat, dushman holatiga o'tib qoladi. Hattoki bu tashvish tipdagi qiz o'g'il boladan qisas elish xiyoliga kelib qoladi. O'zini qochirish tipdagi o'g'il bolaga nisbatan muhabbat degan bunda quyuq, qaynoq bo'lmaydi. O cho'qim yilman, sus, rahat bo'lish kerak. Hamda bunda qaynoq qizg'in muhabbat uzun davomlashmaydi deb buni shaksiz ishonadi. Lekin bu tashvish tipdagi qiz bo'lsa, men texmi tirishib, buni texmi jiq izlab, bunga bo'lgan muhabbatimni texmi jiq izhor qilib, men muhabbat bilan mushu masalani hal qilaman. Muhabbatimizning mush temperaturasini men texmi yuqori ko'tarma, buni bilan kirishib qoladi. Amaliyotda meyli o'zini qochirish tipdagi o'g'il bola bo'lsin yoki bu tashvish tipdagi qiz bo'lsin, bu ikkisi bu yerda jarohatlik bo'linib qoldi. Ikkilisi amaliyotda o'zi yashab boqmagan, o'zininki qarshi tarafidagi shu hayotga qiziqdi hamda shu hayot bilan ulandi. Bu ikkisi muhabbatsizlikdan iborat o'xshash bir jarohatniki ikki taraf. O'zini qochirish tipdagi odamningki ichki aqidasi bo'lsa, men nima qilsam baribir muhabbatga erishamayman deb qaraydi. Tashvish tipdagi odamningki ichki aqidasi bo'lsa, men cho'qim texmi tirishib, texmi tipirlash orqali mush muhabbatga erishma deb qaraydi. Shuningdek, bu o'xshash bir muhabbatsizlikdan iborat mush jarohatniki ikki xil hal qilish usuli hamda bularning qalbi necha ming insonning ichidan o'zininki mush qarshi tarafini sezalaydi hamda bir qarash bilanligi magnetdek bir-birlar ulinib bir-birininki muhabbat dunyosiga kirib qoladi. Shuningdek, bu ikkisi zodi bir-birini yaxshi ko'ramdi, ko'mimdi. Yaxshi ko'rdi. Lekin bir-biri bilan yaxshi o'tmagan mushkul, ayrilib ketmagan texmi mushkul bo'ladi. Shuningdek, bular yaxshi o'tish uchun cho'qim qarshi tarafniki muhabbat dunyosini, muhabbat tutgan pozitsiyasini yaxshi tushunishi hamda mushni hurmat qila olish kerak. Tashvish tipdagi bu qizmi o'zining bunda qaynoq muhabbat temperaturasininki qarshi tarafniki yurgini ko'ydirib qo'ydiganligini, qo'qitib qo'ydiganligini bila olish kerak. Shuningdek, azroq o'zini besib olib, diqqatini azroq o'ziga qaytarib kelib, qarshi tarafga sal ting'idek, rahatroq muhit yaratib berish kerak. Mavu o'zini qochirish tipdagi o'g'ilvalninkimi o'zini yolg'iz sulib olishiningki, qarshi taraf bilan aloqalashmay yo'qolib ketishiningki bir mas'uliyatsiz, bir shaxsiyatchilik ekanligini bilish kerak. Bu bolaninki qarshi tarafga bir kunda qilib qo'ygan shu bir uchiri, bir kunda qilib qo'ygan shu 2 minutlik bir telefon sabablik balkim qarshi tarafninki bir kunlik kayfiyati o'ngshilishi, yechilishi mumkin. Shuningdek, o'zini qochirish tipdagi o'g'il bolami o'zini sal aktiv qilishni bila olish kerak. Shunday qilib, bular o'zining o'rtadagi muhabbat temperaturasidagi bu zo'r farqni azroq bo'lsa-mu azalta olgan vaqtida ondan qarshi taraf qabul qila oladigan, yaxshi o'tab keta oladigan yerga kira olish mumkin. Lekin shu aniqki, bular hargiz 50 o'qma o'xshash temperatura muhitiga kirib bo'lmaydi. Bu ikkisining o'rtadagi muhabbatning temperatura farqi mangu mavjud bo'lib turadi. Qarshi taraflar yaxshi